Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov Dilisi yangiliklar kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videorolikimizni barcha kutdi, barcha ana shu videorolikni xohladi. Rasman biz Dilisida 10 ta tekin sezon pasga aksiya qilyapmiz. Bugun videorolik mana shu aksiya haqida bo'ladi. Biroz tushuntirib o'taman aksiya qanaqa bo'lishini va bitta shartlarini sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'taman. Xo'p do'stlar, aksiya meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim Telegramga kirib Dilisi yangiliklar deb katta harfda yozsanglar, birinchida chiqadi. O'sha 9000 ga yaqin, 9000, 10000 ga yaqin obunachisi bor. Obuna bo'lib qo'yasizlar. O'sha Rafinha bilan Alvarezda rasm bor. Mana ekranlarga mesaj chiqarib qo'yaman. Telegram kanalimda bo'ladi. Hozir sizlarga endi batafsil mana shu sezon pas haqida biroz ma'lumot beraman. Plus ana shu 10 ta sezon pas yutib olish uchun nimalar qilish kerakligini batafsil tushuntirib o'taman. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlasam albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'p, birinchi navbatda nechta sezon pas? 10 ta sezon pas aksiya bo'ladi. Bitta odam iloji bo'lsa agar 2-3 ta sezon pas ham yutib olishi mumkin. Hozir batafsil tushuntirib o'taman. Xo'p, shartlar qanaqa bo'ladi desanglar, sezon pasni shartlari oddiy. Telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak. Yana bitta savdo kanal, ikkinchi Telegram kanallarim bor, o'shalar ham qo'shilashi mumkin. Batafsil Telegram kanalimda yozib qoldiraman. YouTube kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak. Mana shu videorolikka va oxirgi YouTube kanalimdagi oxirgi 10 ta videorolikka like bosgan bo'lishinglar kerak do'stlar. Shartlar mana shu quyidagicha, mana shu kanallarga obuna bo'lib 10 ta videoga like bosgan bo'lishinglar kerak. Mana shu hozirgi bo'lib turgan videorolikni ostiga bitta izoh qoldirishinglar kerak kommentariga. Shunchaki omad so'zini yozib qoldirsanglar ham bo'laveradi. Xo'p. Endi shuncha gapirganga yarasha bitta sezon pas ochib qo'yamiz. Qani. Xo'p. Xuddi mana shu tarzda sizlarga ham sezon pasni ochib beramiz. Xudo xohlasa yutgan odamlarga. Endi shartlarini tushuntirib o'tdim oz-moz. Yana boshqa shartlar ham batafsil to'liq Telegram kanalimda yozib qoldiraman. Endi videoda hammasini aytishga uspet qilmayman. Xo'p, mana sezon pas ochildi. Men sizlarga hozir buni bonuslarni olib, bitta agentni ham ochib ko'rsatib beraman. Xo'p, bu yerda endi olmasini tanlaganimiz yaxshi. Bu yerda endi vrachni tanlaymiz. Xo'p, va bizda mana ko'rib turibmiz, agent. Hozir biz mana bu yerdan ovozini normaga keltirib olaylik. Xo'p, bo'ldi. Ana endi agentni olsak ham bo'laveradi. Xo'p, sezon pas ochishga juda ham arziydi, chunki sezon pas ochgan odamga tepadan 1, 2, 3 ta, ya'ni sezon pas ochsangiz tepasidan 3 ta qizil agent olishingiz mumkin, pastidan 2 ta. Общий bitta sezonda o'zidan 5 ta agent olishingiz mumkin. O'shuning uchun sezon pas ochishga juda ham arziydi. Xo'p, Telegram kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. 10 ta sezon pasdan tashqari yana har hafta 2 ta sezon pas bo'lib turadi. 10 ta bu endi birdaniga ko'p sezon pas qilyapmiz. Ko'pchilik hozir tekin sezon pas so'ragani uchun, o'sha tekin sezon pas xohlaganlar uchun mana shunday maxsus videolar chiqaryapmiz. Xo'p, agentni olamiz, bitta rasmiga olamiz shuni. Hop, tayyor. Agentni olamiz. Xo'p, mana sizlarga ham shunaqa olish nasib qilsin, barchamizga nasib qilsin. Xo'p do'stlar, endi qanaqa savollar bo'lishi mumkin? Men har xil savollar beraman. 10 ta savolni har 10 minutda bittadan savol tashab turaman. Birinchi savolga to'g'ri javob topgan odam sezon pas g'olibiga aylanadi. Hozir men sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Xo'p, masalan aytaylik, mana bu yerdan Vitinani masalan olaylik-da. Vitinani masalan udari nechi edi, silasi nechi edi. Mana shu videorolikdan savol bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan videoroliklardan savol bo'ladi. Har xil savol berishim mumkin. Masalan, akkaunt tangasi nechta edi? Masalan, mana bu HP lari nechta edi? Medallari nechta edi deyishim mumkin. To'g'rimi? Akkaunt reytingi nechi edi? Statistikasi nechi edi? Mana bu rangi nechi edi? Rangi nechi, level nechi deb so'rashim mumkin. Har xil savol bo'lishi mumkin. Men masalan, zapas igroklari nechta edi? Taktika qanaqa edi? Har xil savol berishim mumkin do'stlar. Shuning uchun videorolikni yaxshilab kuzatinglar, yaxshilab ko'ringlar. Xudo xohlasa batafsil o'sha tushuntirib beraman men sizlarga. Ko'rib olishinglar mumkin. Xo'p. Mana bu yerdan olmos va tangalarni olamiz. Xo'sh, yana qanaqa anolar bo'lishi mumkin? Masalan, klubdan savol berishim mumkin, boshqa joydan savol berishim mumkin. Xo'sh, yana qanaqa savollar? Mana shu yerdan ham savol berib qolishim mumkin. O'shuning uchun yaxshilab e'tibor berib ko'ringlar. Hozir men endi bitta agentni ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, agentni ochamiz. Bismillah deb Abduqodir Husanov tushsin. Bitta screenshot ham olamiz. Ya'ni igroklardan Husanov bora. O'sha bitta igrok olingan ekan. Mana David degan futbolchi olingan ekan, kanadalik.
endi yana boshqa agentni olishga harakat qilamiz. Xo'p, ikkinchi agent. Qani bismillah. Xo'sh. Davlat ko'rsatilmadi, menimcha kalroq boshlar ekan. Hop. Udarlar yaxshi. Hop, bu kal futbolchi kim edi ekan, ha? Aniq eslolmayapman to'g'risi. Yuzidan yaxshi tan olmadim. Tezliklari yaxshi, udarlari yaxshi. Va bu Malen degan futbolchi. Norvegiyalik. Norvegiya emas, qanaqa Norvegiya? Niderlandiya. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, bitta qizil agent. Zarar mana shunaqa yutib olishlar mumkin sezon pasini. Qisqasi shunday, videolikda batafsil tushuntirib o'tdim. Endi ja batafsil emas u, mana shu videolikdan savol bo'ladi, xudo xohlasa. O'shuning uchun maksimal darajada o'sha videoni yaxshilab ko'ringlar, hamma narsasiga e'tibor beringlar. Mana ko'rsatib chiqyapman. Yaxshilab ko'rib olinglar. Videolikdan keyin mana shu videorolik bo'yicha savollar beriladi mana. Yaxshilab ko'rib olinglar. Hamma futbolchilarning reytinglarini ko'rsatib o'tyapman. Mana sekin-sekin to'xtatib ko'rib olasizlar. Mana shu reytinglardan ham savol berib qolishi mumkin. Videoni mana shu joyda, masalan, videoni mana shu joyda Harry Kane'ni atbori necha edi degan savol bo'lishi mumkin. 10 ta har xil savol beriladi. Xo'p, tushundinglar degan umiddaman. Telegram kanalimga obuna bo'lasizlar. Telegram kanalim Dilisi yangiliklar deb yozsanglar birinchida chiqadi. Jat topolmasanglar, silkasi описаниеda ham bor. Kommentariyaga ham yozib qo'yaman Telegram kanalimni. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. 10 ta sezon pasadi do'stlar. Agar bitta odam 3 ta 4 ta savolga ham to'g'ri javob bersa, bitta odamning o'zi 3 ta 4 ta sezon pas ham yutib olishi mumkin. Ketma-ket ravishda xudo xolasa ochib beramiz. O'shuning uchun videolikni yaxshilab ko'ringlar. Shartlarni yana bitta eslatib o'taman. Mana shu videolikka bitta izoh qoldirishinglar kerak. Omad so'zini yozib qoldirsanglar ham yetadi. Telegram kanalimga obuna bo'lishinglar kerak. Telegramda yana bitta kanallarda qo'shishim mumkin. Uni Telegram kanalimda yozib qo'yaman batafsil. Xo'p, keyin oxirgi 10 ta videorolikimga like bosgan bo'lishinglar kerak. Mana shu xolos do'stlar. Sezon pas yutib olishga menimcha arziydi. Omadinglarni bitta sinab ko'ringlar. Undan tashqari mabodo yutib olmay qolsanglar, ranjimanglar, xudo xohlasa 10 ta sezon pasdan keyingi haftalarda xudo xohlasa yana ikkitadan sezon pas aksiya qilib boramiz. Umuman qoldirmasdan. Xudo xohlasa. Videoroliklarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xudo xohlasa hammanglar qatnashinglar, ko'ramiz. Kimdir yutib olar ekan do'stlar. Aksiya qachon bo'ladi deb savol berishinglar mumkin. Aksiya mana shu videorolik chiqqandan keyin ropprosa 7 kun o'tib, kellar mana onasining 8 kun. 8 kun o'tib videorolik mana shu sezon tugagandan keyin keyingi sezon boshlanishiga aksiya o'sha kuni boshlanadi. Tushundinglar do'stlar? Значит, sezon pasni aksiyasini demak 8 kunlardan keyin qilamiz. Endi hozir videorolikda men batafsil aytib bera olmayman. Telegram kanalimda necha kundan keyin qaysi kuni bo'lishi batafsil tushuntirib boriladi. Chunki videorolikdan odamlar ko'rish kerak biroz, videolar biroz tarqalish kerak. Xo'p, ana shunga yarasha ko'ramiz. Menimcha hammalarga bu videolarga yoqdi degan umiddaman. Videolikda maksimal like-ni bomba qilib tashlaylar do'stlar. Xo'p, aksiyani Telegram kanalimda batafsil yana o'sha nimalar o'zgarishi mumkinligini tushuntirib boraman. Обязательно Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Videoroliklarga yoqqan bo'lsa, albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov Dilisi yangiliklar kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.